Qaranglar, bunaqa yomg'irda video olaman deb o'ylamagandim. Bu birinchi marta olishim uylarnikini. Do'lmani oldida 2,5 sotik, 3 sotik uylarda 2 etajligi, bu yerda hozir 1 etajligi bor. Robotlari bor. Akfa romlarni qo'yib beradi mana. Pastida 4 ta, tepasida 4 ta. 2 etajli uyda ham, fadvali uyda ham shunaqa ekan, $60,000 ekan. Tugab qolmay turib, birinchi profilimga qo'yib qo'yay degandim. Sizlarga manfaatli bo'lishi uchun hozir Toshkentda blogerlar ham kelgan. Reklama qilsa tugab qoladi. Shuning uchun tez harakat qilsanglar foydali bo'ladi yani. Balkon avlod stadionni oldida, Do'lma oshxonasining oldidan keladi. Bu yerda medinus hamma yo'l bor. Investorlar uchun ham barcha zo'r qurilyapti. Xullas, gaz, suv, svetlari постоянный bor ekan.